吗？不要拍我！我侵犯人身肖像权，我会告你的。 Ma'lum bo'lishicha, Yakan noyasidagi korxonchi Abdukarim Samatning qurilish materiallari zavodi hech qanday uqtirish qilinmasdan chekib o'tilgan. Ha, men zotali qilib chiqyapti-daman ha. Ko'rvanglar. Ko'rvanglar boshliqlar. Men kadrlar mayda adam o'rlashtiryapti-da. Zavodning chekilayotgan holatini ko'rgan Abdukarim bilan inisi naq maydonda vazifa ijro qilayotgan Yakan noyasining aloqador xodimlaridan bu ziyonni kimning ustiga olganligini so'ragan. Shaljan ziyonga kim ega bo'ldi-da? Men ega desam haqi chiqib bilan. Ben ne bileyim oğlum ben. Ha, bo'ldimsan. Toktamla içmeye oturup toktam ne diyeyim? Mayli kanatning olsin, mayli yisining olsin. Vazifadorlar bilan bu ikki akuf arasida boshlangan bu talash tortish orqadan qonliq mojaroga aylangan. Ha, meni uda azar. Obda olaman. 我跟你说过没有？侵犯别人肖像权，咋了？谁打你的？哎，不要打人！不要踢人！不要踢人啊！不要踢人！ Abdukarim Samatning aloqador organlarga yo'llagan arznamasida bayon qilinishicha, bu voqea 2023-yil 4-oyda yuz bergan. Shu kungi mojaroda yezi va kanat kadrlari 30-40 dehqonni kushtirdi, uni qattiq urg'izgan. Tayoq zarbasidan Abdukarim Samatning bel so'nki sunib, paralish bo'lib qolgan. Tomastan izliq bozorning boshliqlari, ikkinchi kanatning kadrlari huquq manfaatidan foydalanib 50-60 dehqonni yig'ib mana udurvatda kadrlar uradiganlikdan dehqonlar uda. Mana 30-40 adam urib, bilimni sundirib, meyib qilib qo'ydi, palach qilib qo'ydi. Men 1 yil bo'ldi arz qilg'ila. Arz qilishning unda oson emasligini hammanglar bilasizlar ko'pchilik. Biz bu uchurning to'g'ri xatoligini oydinlashtirish uchun Yakan noyasidagi Zimin boylik idorasiga telefon qildik. Ya bu qaysi idora bu Yakandiki? Goto Ziyanji şu bizning idora. Goto Ziyanjininki Tudi ishchan jo'shininki boshlig'i bo'ladi. Telefonimizni qabul qilgan idora boshlig'i mazkur zavodni ixtirosiz holda chekib o'tganligini inkor qildi. Bu arzdorlikqa mepop qilgan korxonchi bu Abdukarim Samatniki bu zavodni chaqqan chaqda uqtirish qilinmaganmi ularga? Yıkanlığı ilan qilib berganda chiqib bir kun dars o'tib, hamma narsani tushundirgan. Shunday demida baqa o'xshaydi. Biz buni ilan qilib tashkil deb bergan nimalar bu nomimizda. Ha, suyuqlik qilib, siz aydın oladi ishlar. Tashkilda aydın oladi. Bu 4 idora mas'ulidan tashkillangan bir xizmat guruhining tavallikda davom qilayotgan barliq chiqish planidagi uy va qurilishlarning egillariga chiqish planini oldin uqtirganligini ilgari surdi. Biz bir qo'shni nima tashkillat? Lekin Go'anjidan, bizdan, Sifajidan, Nojunjidan 4 o'rindan 4 odam tashkillab, 4 o'rinning birida ma'mur boshlig'ini mas'ul qilib shu yerga Hakan bozorlik partiya boshlig'lab ashulaga chiqib tushundirgan. Bu jarayonda Abdukarim Samat ismli birisiga oid bo'lgan qurilish materiallari zavodining chekilganligini dalilladi. Abdukarim Samatniki zavodini yoki zavodning o'rnini bu kim setib oldi? Bu qaysi shirkat? Kim setib berdilar? Chunki biz bozorga biz anlaşma qilganimiz uchun, uni biz tudilingda, paymaylingda, shozda amirsa, tingugun mashg'ul tingu qipda, mashg'ul aqto'nchik ba'man to'qson qolgan bozorga chiqib, bazar avalga bektonda bilib bilmez. Onundaki kasırlık işlerine biz anlaşmayız onunki. Ular qanchaga setib oldi? Ular qandaq yo'llar bilan bu yerda bundaq silni harakat keltirib o'tib bordi? Biz buni bilishga qiziqmiz va biz buni hozir siz demadingiz. Albatta biz boshqa hozir bir tuzilmani deb bizdan maqsad mushishlik qildigan bir balna tuzilmani bor. Ha, nayt yaxshi deb biring. Ha, shuni tuzdan qisqas kimga satqanligi, qarshıga satqanligi aniq abal. Nechlik satqanligi kasbiy xodimlar bilan. Ha, bu nayt yaxshi deb biring shu nomerni. Bu yendiki bu to'g'riliq inkasda qo'sh hasta oyoqli holatda ko'ringan Abdukarim Samat o'zining bu haqsizlik ustidan 1 yildan buyon arz sunayotganligi, ammo hech qanday natijaga erishalmaganligini bayon qilgan. Men 1 yil bo'ldi arz qilg'ila. Arz qilishning unda oson emasligini hammanglar bilasizlar ko'pchilik. Bo'lsa, shu videolarni, ilgari videolarni bir ko'plab taqib qo'ygan bo'lsanglar, munosabatlik boshliqlar bir ko'rib baqqan bo'lsa, shujimiz Xi Jinping deydi. Xalq uchun xizmat qilish, xalqning dardiga yetish,
xalqning fikrini vaqtida tinglab masalasini hal qilish deydi. Tashviqotlarda ashundoq o'rganamiz, ashundoq deyilamiz. Biz partiya hukumatga qonunga ishongachga biz ishonib o'rganyapmiz. Mush keng jamiyatda o'rtaq yashayapmiz. Bu yashaganligimizdan biz xushal. Lekin mening ishim qat'iy so'ralmadi. To'masdan bozorlik hukumatning bir mas'ul xodimi mazkur zavodni chiqish jarayonida zavod egalarining qarshi turganligi, masalani cho'ngaytmaslik uchun o'zlarining barliq tirishchanliklarini ko'rsatganligi va bu orqali to'qinishdan saqlanganligini ta'kidladi. Bu Abdukerim Samatning arzida bu sizning ismingiz bor ekan. Sizmi shu vazifa o'tagan uning arsida bor ekansiz shu kuni. Sizning bu sizning idorangizning bir o'ynagan rol nima bu ishda? Biz va mushu o'rinni chiqishda faqat mushu o'rin bizning bozorimiz tavalligiga joylashganligi uchun. Ilgari mushu o'rin bizning kentimizning ig'dorligiga o'rin bo'lganligi uchun qarshilashayotgan ammo bizning a'zolarimiz bo'lganligi uchun biz masala chiquvchi o'rin. Buni naydan keyin bir buyruq bilan chaqtanmi yoki silnimish bozorlik hukumatning yoki bozorlik hukumat yoki To'masdanni o'rinlashtirishimi? Naydan kelgan buyruq bilan. Shu kuni bu Abdukerim Samat mep qilib qo'yilgan shu jidalda silniki bu yerga vazifalar nimati? Shu Abdukerim Samatni bo'ysundirishmi? Va tinchlikni shakllantirishmi yoki o'yini chiqishmi? Ma'vo xato gap ma'vo. Bu yerda manda gap. Men hozir sizlarga dedim. Biz faqat yordamlashmoqchi. Biz ma'ninki qadar chiqib ko'chirishning so'biti emas bozorlik hukumat. Buni chiqib ko'chirishdan naydim maxsus guruh tashkillagan. Ma'vo nayning kishi hamda bizning ajal birinchi maqsad emas. Nayni o'rlashtirishi asosan xalq sizlarning xalqinglar. Xalqqa tarbiya ishtinglar. Xalq hukumat bilan qarshilashmasin degandan biz xalq tarbiyasiga bordik. Ammo do'yindagi inkasdagi ko'rinish va ig'iz buzishlardan mojaroning shu minutlarda qattiq bir to'qinish qarab ilgarilayotganligi ma'lum. O'tamayizgan. Bak qonuni burullab chuvatmaganlar qabul qilmava. Abdukerim Samatning shikoyatidan ma'lum bo'lishicha, qonun doktorlari uning tayoq zarbasidan meyib qilinganligini aniqlab bekitgan, ammo doiralar uning ziynini ta hozirgacha to'lab bermagan, zankashlik qiluvchilarni javobgarlikka tortmagan. Oldingi qatim chiqargan videoimga 24 soatdan eshitdi. Hozirgacha bir o'rindan kelib gapimni so'rab boqmadi. Meni urgan 30-40 odam tashkillagan kadrlar udug'anlar qonun torining sirtida erkin yuriyotdi. Arz qildim oqmidi. Nagvasam tingshimay gapimni. Men bu ishning keyinda cho'ng bir qo'rqonning borligi va o'xshaydi deb gumon qilib qoldim. Aksincha uni arz qilishdan to'sqan, hatto yollanma inkaslar orqali uning do'yindagi uchurlarini yolg'onga chiqargan. Hatto burmunlab ketdi ba'zi paketlar. Bu haqiqatan rost bo'lgan ish. Shu kuni naq maydonda ko'rgan aholilardan biri yerlik amaldorlarning minbinglarni, ya'ni atalmish xalq askarlarini harakatga keltirib, zavod egisi Abdukerim Samatni qattiq urganligini oshkorildi. Sizning tavallikdagi bu Abdukerim Samatning bu arzi nima arz, nima shikoyat bu do'yin tarqalgan. Bakchiq bir xapliq gap bor, bakchiq bir ish bor buning ichida. Qon hammamizga o'xshash qon birdek. Bu yili minbinga chiqib dumballasa bu ojiz odamlar qolsa. Bu Abdukerim Samat bilan bu kanat kadrlar orasidagi shu kungi jidalda men bunlar rasmiy qo'l sag'ash bo'ldimi? Bo'ldi. Qachon bo'ldi? Biz yolg'on gapirsak, bir odam javob qilgan bo'lma. Degandan javob qilmasam bo'lmaydi-ki. Gap qo'yapman, nari ko'rgan, qanday olgan desa, aqmagan yerni qilsa bo'lmaydi. Bu qachon bo'lgan ish? Masal qildi emasmi? Qachon bo'lgan ishmi shu? Qachonlarda? Birinchi yil qachon oldi? 2 yil oldi bunga. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Yakan Naysirki korxonchi Abdukerim Samatning zavodining chiqib etilganligi va o'zining urib meyib qilinganligi haqida anglitish berdik.